Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar va hurmatli kanalimiz obunachilari. Bugun siz bilan juda muhim, hatto shoshilinch mavzu haqida suhbatlashamiz. Agar siz pensiyada bo'lsangiz, yaqinlaringiz pensiya oladigan bo'lsa yoki yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, ushbu videoni bir daqiqasini ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha tomosha qilishingizni qat'iy tavsiya qilaman. Pensiya to'lovlari tartibida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi va bu o'zgarishlar har bir nafaqaxo'rga bevosita ta'sir qiladi. Agar siz bu ma'lumotlardan xabardor bo'lmasangiz, jiddiy muammolarga duch kelishingiz mumkin. Shuning uchun darhol kanalimizga obuna bo'lib, ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu video imkon qadar ko'proq odamlarga yetib borishi juda muhim. Asosiy muammo avvalo hozirgi vaziyatni, ya'ni bu o'zgarishlar qanday yuzaga kelgani va ularning mohiyatini chuqurroq tushunib olaylik. Bilasizki, O'zbekistonda pensiya tizimi doimiy ravishda takomillashib bormoqda. Oldin pensiyalar asosan pochta orqali yoki ayrim hollarda bank kassalaridan naqd pul shaklida tarqatilar edi. Ko'plab yoshi ulug' insonlar uchun bu usul an'anaviy va qulay edi. Pensiya pulini pochta xodimi uyga olib kelishi yoki qat'iy belgilangan sanalarda pochta bo'limidan olish imkoniyati mavjud edi. Ba'zilar esa o'z xohishlariga ko'ra bank kartasiga o'tkazishni tanlagan edilar. Har oyning ma'lum bir sanasida, odatda oyning birinchi 10 kunligi ichida pensiyalar o'z egalariga yetkazilar edi. Bu tartib ko'pchilikka tanish va tushunarli edi. Endilikda esa pensiya to'lovlarini amalga oshirish tartibida sezilarli o'zgarishlar joriy etilmoqda. Asosiy o'zgarish shundaki, pensiyalar endilikda asosan bank plastik kartalariga o'tkaziladi. Naqd pulda olish imkoniyatlari sezilarli darajada cheklanadi va ma'lum bir toifadagi fuqarolar uchungina saqlanib qolinadi. Bundan tashqari, pensiya to'lovlarining aniq muddatlari ham biroz siljigan bo'lishi mumkin. Bu o'zgarishlarning sababi nafaqat pensiya tizimini raqamlashtirish, shaffoflikni oshirish va korrupsiyaning oldini olish, balki aholiga qulaylik yaratish, ortiqcha ovoragarchiliklarni bartaraf etishga qaratilgan. Ammo har qanday o'zgarish singari bu jarayon ham ba'zi qiyinchiliklar va noaniqliklarni keltirib chiqarishi tabiiy. Ayniqsa plastik kartalardan foydalanishga ko'nikmagan, qishloq joylarda yashovchi yoki jismoniy imkoniyati cheklangan shaxslar uchun bu yangi tartib bir qator savollarni tug'dirishi mumkin. Pensiya to'lovlari tartibidagi bu o'zgarishlar hukumat tomonidan qabul qilingan qarorlar va yangi qonunchilik hujjatlariga asoslanadi. Bu jarayon butun mamlakat bo'ylab bosqichma-bosqich joriy etilmoqda. Maqsad pensiya ta'minotini yanada samaraliroq va zamonaviyroq qilishdir. Avvallari pochta orqali yetkaziladigan pensiya pullarini qayta hisoblash, yetkazib berish va nazorat qilish ancha murakkab jarayon bo'lib, inson omili tufayli xatolar yuzaga kelish ehtimoli bor edi. Endilikda esa bank tizimi orqali to'lovlar avtomatlashtiriladi. Bu esa xato ehtimolini kamaytiradi va mablag'larning to'g'ri manzilga o'z vaqtida yetib borishini ta'minlaydi. Lekin shu bilan birga bu o'zgarishlar barcha uchun birdek qulaylik yaratmaydi. Ba'zi keksa avlod vakillari uchun plastik kartalardan foydalanish, bankomatlardan pul yechish yoki internet banking xizmatlaridan foydalanish qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ayniqsa, bankomatlar yetarli bo'lmagan chekka hududlarda bu muammo yanada dolzarb bo'ladi. Shu bois bu o'zgarishlarning barcha jihatlarini tushunish va ularga tayyor turishimiz juda muhim. Batafsil tahlil, kim xavotir olish kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, endi bu o'zgarishlar kimga qanday ta'sir qilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Kimga bu ma'lumot ayniqsa kerak va kimlar nisbatan xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchi toifa asosan naqd pulda pensiya olganlar. Aynan mana shu toifadagi fuqarolar eng katta o'zgarishlarga duch kelishadi va ular uchun bu ma'lumot hayotiy ahamiyatga ega. Agar siz ilgari har oyda pochta orqali yoki bank kassalaridan naqd pulda pensiya olgan bo'lsangiz, endilikda sizdan bank plastik kartasini ochishingiz va pensiyangizni aynan shu kartaga o'tkazishingiz talab etiladi. Bu degani sizga pensiya naqd pulda yetkazib berilmasligi yoki bank kassasidan naqd pulda olish imkoniyati cheklanishi mumkin. Bu o'zgarish ayniqsa shaharlardan uzoqda bank filiallari va bankomatlar kam bo'lgan qishloq joylarda yashovchilar uchun jiddiy muammoga aylanishi mumkin. Masalan, 75 yoshli Bobomurod aka Qashqadaryo viloyatining chekka bir qishlog'ida yashaydi. U har oyning 5 sanasida qishloq pochtachisi Dilshodbekdan o'z pensiyasini olardi. Uning qishlog'ida bankomat yo'q, eng yaqin bank filiali esa 30 kilometr uzoqlikda joylashgan. Bobomurod akaning yoshi o'tgan,
salomatligi ham unchalik yaxshi emas. Shaharga tez-tez borib kelishga qiynaladi. Unga pensiya kartasini olish, uni ishlatish va pul yechish jarayoni juda murakkab bo'lib tuyuladi. Bu holatda Bobomurod aka shoshilinch choralar ko'rish kerak bo'ladi. U bankka borib karta olishi, undan foydalanishni o'rganishi yoki yaqinlardan yordam so'rashi zarur. Aks holda uning pensiya to'lovlari kechikishi yoki umuman to'xtab qolishi mumkin. Ikkinchi toifa. Pensiyani allaqachon bank kartasiga olganlar. Agar siz pensiyangizni allaqachon bank plastik kartasiga olib kelgan bo'lsangiz, siz uchun o'zgarishlar unchalik jiddiy bo'lmaydi. Lekin baribir e'tiborli bo'lishingiz kerak. Asosiy o'zgarish pensiya to'lovlarining sanasida yoki bankomatlardan pul yechishda cheklovlar paydo bo'lishida bo'lishi mumkin. Misol uchun, 62 yoshli Dildora opa Toshkent shahrida yashaydi va pensiyasini Xalq bankining UzCard kartasiga oladi. Ilgari uning pensiyasi har oyning 10 sanasida tushardi. Endi esa yangi tartibga ko'ra to'lovlar 15 sana yoki undan keyin amalga oshirilishi mumkin. Bu Dildora opaning oilaviy byudjetini rejalashtirishda biroz noqulaylik tug'dirishi mumkin. Chunki u ijara haqi va kommunal to'lovlarni ma'lum bir muddatda to'lashi kerak. Shuningdek, ba'zi banklar endilikda pensiya kartalari uchun yangi xizmat shartlari joriy etishi, masalan, bankomatdan pul yechishda ma'lum bir komissiya olishi yoki kunlik cheklovlar qo'yishi mumkin. Dildora opa o'z bankiga murojaat qilib, yangi shartlar haqida ma'lumot olishi va zarur bo'lsa moliyaviy rejasini qayta ko'rib chiqishi kerak. Umuman olganda, ularning pensiya olish tartibida jiddiy to'siqlar bo'lmaydi. Ammo to'lov muddatlaridagi siljishlar yoki qo'shimcha bank xizmatlari shartlari bilan tanishib chiqishlari muhim. Uchinchi toifa, yaqin kelajakda pensiyaga chiqishni rejalashtirayotganlar. Agar siz yaqin orada pensiyaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlarni hozirdaanoq inobatga olishingiz kerak. Sizga pensiya tayinlanganda birdaniga bank kartasini rasmiylashtirish va pensiya to'lovlarini ushbu kartaga o'tkazishni so'rashadi. Masalan, 78 yoshli Xolida aya bir necha oydan keyin yoshga doir pensiyaga chiqmoqchi. Uning ishxonasida yangi tartib haqida ma'lumot berishgan. Xolida aya hozirdanoq o'zi xohlagan bankda pensiya kartasi ochishi va uning afzalliklari bilan tanishib chiqishi mumkin. Bu kelajakda pensiya olish jarayonini ancha osonlashtiradi va hech qanday muammolarga duch kelmasligiga yordam beradi. Uning uchun bu imkoniyat yangi tizimga tezroq moslashish imkonini beradi. Shuning uchun pensiya yoshiga yetayotgan fuqarolarimizga pensiyaga chiqish uchun hujjat topshirishdan oldinroq bankda hisob raqam ochish va plastik karta rasmiylashtirishni maslahat beraman. Bu jarayonni ilgariroq bajarish orqali siz pensiya tayinlangandan so'ng to'lovni kutish muddatini sezilarli darajada qisqartirishingiz mumkin. Bu o'zgarishlarning sabablari va oqibatlari juda keng. Bir tomondan bu tizimni modernizatsiya qilishga yordam beradi. Naqd pul bilan bog'liq xarajatlar, pulni bosish, tashish, saqlash qisqaradi. Pensiya fondining shaffofligi oshadi. Pulni noto'g'ri joyga yo'naltirish yoki o'g'irlash ehtimoli kamayadi. Boshqa tomondan bu aholi o'rtasida raqamli savodxonlikni oshirishga turtki beradi. Odamlar bank kartalaridan, bankomatlardan va onlayn xizmatlardan foydalanishni o'rganishga majbur bo'lishadi. Bu esa o'z navbatida kelajakda boshqa raqamli xizmatlardan foydalanish uchun ham asos yaratadi. Ammo salbiy oqibatlari ham bo'lishi mumkin. Agar fuqarolarga yetarli tushuntirish ishlari olib borilmasa, agar banklar va pensiya jamg'armasi tezkor yordam ko'rsatishga tayyor bo'lmasa, pensiya olishda jiddiy uzilishlar kuzatilishi mumkin. Bu keksa insonlarning ijtimoiy himoyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular o'z moddiy ehtiyojlarini qondirishda qiynalishi mumkin. Shuning uchun ushbu video kabi tushuntirish ishlar juda muhim ahamiyat kasb etadi. Istisnolar, nozik jihatlar va kutilmagan holatlar har qanday qoida o'z istisnolariga ega bo'lgani kabi pensiya to'lovlaridagi yangi tartibda ham bir qancha istisnolar va diqqat qilinishi lozim bo'lgan nozik jihatlar mavjud. Ular haqida bilish kutilmagan vaziyatlarga tushib qolmaslik uchun juda muhimdir. Birinchi istisno jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar. Agar fuqaro nogironligi sababli mustaqil harakatlana olmasa, og'ir kattaligi tufayli yotoqda yotsa yoki shifoxonada davolanayotgan bo'lsa, ya'ni bankka shaxsan bora olmasa, u holda pensiya to'lovlarini naqd pulda uyga yetkazib berish tizimi saqlanib qolishi mumkin. Ammo buning uchun tegishli tibbiy hujjatlar va ariza talab etiladi. Masalan, 90 yoshli Gulnora aya insultdan keyin to'shakka mixlangan. Uning o'g'li Farhod mahalla fuqarolar yig'iniga va
pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qilishi kerak. Ular Gulnora Ayaning tibbiy ma'lumotnomasini taqdim etib, pensiyani avvalgidek uyga yetkazib berishni so'rashi mumkin. Agar bu choralar ko'rilmasa, pensiya to'lovlari to'xtatilib, bank kartasini olish talab etilishi mumkin. Bu holatda albatta pensiya jamg'armasi va mahalliy hokimiyat organlari bilan yaqin aloqada bo'lish zarur. Ikkinchi istisno chekka hududlarda yashovchilar uchun. Hozircha rasman e'lon qilinmagan bo'lsa-da, ba'zi chekka va tog'li hududlarda bank filiallari va bankomatlar yetarli bo'lmagan joylarda naqd pulda pensiya to'lash tizimini vaqtincha saqlab qolish masalasi ko'rib chiqilishi mumkin. Ammo bu holatda ham rasmiy tasdiqni kutish va pensiya jamg'armasiga murojaat qilish shart. Agar siz shunday hududda yashasangiz, o'z tumaningizdagi pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, aniq ma'lumot olishingizni tavsiya qilaman. Masalan, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanidagi Olis qishloqda yashovchi 38 yoshli Erkin aka uchun bankka borish katta muammo. Uning qishlog'ida faqat bitta kichik pochta bo'limi bor edi. Bunday hududlar uchun maxsus yondashuvlar ishlab chiqilishi ehtimoli bor. Uchinchi istisno xorijda doimiy yashovchilar. O'zbekistonda pensiya oladigan, lekin doimiy ravishda xorijda yashovchi fuqarolar uchun ham alohida tartiblar mavjud. Ular uchun pensiya to'lovlari avvalgidek xalqaro pul o'tkazmalari orqali yoki O'zbekistondagi ishonchli vakiliga plastik karta orqali amalga oshirilishi mumkin. Ammo bu jarayonni ham pensiya jamg'armasi bilan aniqlashtirish zarur. Kutilmagan holatlar va xavfli vaziyatlar firibgarlar. Pensiya tizimidagi o'zgarishlar firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Ular o'zlarini bank yoki pensiya jamg'armasi xodimi deb tanishtirib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni, bank karta raqamingizni yoki PIN kodingizni so'rashi mumkin. Hech qachon telefon orqali yoki noma'lum manbalarga o'zingizning maxfiy ma'lumotlaringizni oshkor qilmang. Bank xodimlari sizdan PIN kod yoki CVV, CVC kodlarini so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroqlar yoki xabarlar qabul qilsangiz, darrol bankning ishonch telefoniga murojaat qiling. Ikki texnik nosozliklar. Bank tizimlarida yoki bankomatlarda vaqti bilan texnik nosozliklar yuzaga kelishi mumkin. Bunday holatlarda pensiya to'lovlari kechikish yoki pul yechishda qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda xotirjamlikni saqlab, bankning mijozlarga xizmat ko'rsatish bo'limiga murojaat qilish kerak. 3. Ma'lumotlardagi xatolar. Pensiya fondining ma'lumotlar bazasida sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda xatoliklar yoki eskirgan ma'lumotlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu esa pensiya to'lovlarining noto'g'ri hisoblanishiga yoki umuman to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun vaqti bilan pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, o'zingizning ma'lumotlaringizni tekshirib turish tavsiya etiladi. Pasport ma'lumotlaringiz, yashash manzilingiz yoki bank hisob raqamingiz to'g'ri ko'rsatilganligiga ishonch hosil qiling. 4. Raqamli savodxonlikdagi kamchiliklar. Keksa avlod vakillarining ko'pchiligi mobil banking ilovalaridan, bankomatlardan yoki elektron to'lov tizimlaridan foydalanishga qiynalishi mumkin. Bu esa ularni o'z pensiya pullariga erishishda cheklab qo'yadi. Agar siz shunday vaziyatga tushgan bo'lsangiz, yaqinlaringizdan yordam so'rashdan uyalmang. Bank xodimlari ham sizga bankomatdan qanday foydalanishni o'rgatishlari shart. Ushbu nozik jihatlar va kutilmagan holatlarni bilish sizni ko'plab bosh og'riqlaridan xalos qilishi mumkin. Har qanday shubhali holatda avvalo rasmiy manbalar, ya'ni pensiya jamg'armasi yoki sizning xizmat ko'rsatuvchi bankka murojaat qilishni unutmang. Amaliy maslahatlar: nima qilish kerak? Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Bu vaziyatda har bir pensiya chiqqan yoki chiqish arafasida turgan fuqaro nima qilishi kerak? Sizga aniq va bosqichma-bosqich ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam: pensiya to'lovi tartibingizni aniqlashtiring. Avvalo, o'zingizning tuman, shahar pensiya jamg'armasiga murojaat qilib, hozirda pensiyangiz qaysi tartibda to'lanayotganini va yangi o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qilishini aniqlashtiring. Qayerga borish kerak? O'z hududingizdagi O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limi. Nimani so'rash kerak? Sizning pensiya to'lov turini, naqd pul, bank kartasi va yangi tartibga ko'ra qanday o'zgarishlar kutilayotganini. Masalan, mening pensiyamni kelgusi oydan boshlab qanday tartibda olaman deb so'rashingiz mumkin. Qanday hujjatlar kerak bo'lishi mumkin? Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport, pensiya guvohnomasi. Ikkinchi qadam: bank plastik kartasini rasmiylashtiring, agar sizda yo'q bo'lsa. Agar siz hali ham pensiyangizni
naqd pulda olayotgan bo'lsangiz, zudlik bilan bank plastik kartasini ochishingiz shart. Buning uchun o'zingizga qulay bo'lgan bankka murojaat qiling. Hozirda deyarli barcha tijorat banklari pensiya kartalari xizmatini taklif qiladi. Qayerga borish kerak? O'zingiz tanlagan istalgan tijorat bankining filialiga. Xalq banki pensiya to'lovlari bo'yicha eng yirik operatorlaridan biri hisoblanadi. Shuning uchun uning xizmatlari qulay bo'lishi mumkin. Qanday hujjatlar kerak? Faqatgina pasportingiz. Bankda sizga maxsus pensiya kartasi ochish uchun ariza yozdirishadi va kartani rasmiylashtirishadi. Ba'zi banklar kartani darhol berishi mumkin. Ba'zilar esa bir necha kun kutishni so'rashi mumkin. Muhim, bank xodimlaridan kartadan foydalanish, bankomatdan pul yechish, PIN kodni saqlash va kartani yo'qotgan taqdirda nima qilish kerakligi haqida to'liq ma'lumot olishni unutmang. Har qanday tushunmovchilikni shu yerning o'zida hal qiling. 3-qadam. Pensiya to'lovini bank kartasiga o'tkazish uchun ariza yozing. Bank kartasini olganingizdan so'ng pensiyangizni aynan shu kartaga o'tkazishni so'rab, pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Qayerga borish kerak? Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga qanday hujjatlar kerak? Pasport, pensiya guvohnomasi va bankdan olgan yangi plastik kartangizning rekvizitlari, karta raqami, hisob raqami. Ba'zan bankning o'zi sizga ushbu rekvizitlar yozilgan qog'ozni beradi. Nima yozish kerak? Erkin shakldagi ariza yozasiz. Unda sizning FIShingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensiya guvohnoma raqamingiz va pensiya to'lovlarini yangi ochilgan bank kartangizga o'tkazishni so'raysiz. Ariza oxirida karta rekvizitlari, bank nomi, MFO, hisob raqami, karta raqamini aniq ko'rsating. 4-qadam ma'lumotlarni tekshiring va kuzatib boring. Arizani topshirganingizdan so'ng keyingi oyda pensiya to'lovi qanday amalga oshirilishini diqqat bilan kuzating. Nimani tekshirish kerak? Pensiyangizning yangi kartaga o'z vaqtida tushganligini. Agar tushmasa, darhol pensiya jamg'armasiga va bankka murojaat qiling. Qanday kuzatish kerak? SMS xabarnoma xizmatini yo'qtirish yoki mobil banking ilovasidan foydalanish orqali. Agar bu siz uchun qiyin bo'lsa, yaqinlaringizdan yordam so'rang. Bankomatdan karta hisobini tekshirish ham mumkin. 5-qadam. Muammolar yuzaga kelganda nima qilish kerak? Agar pensiya to'lovlarida uzilishlar bo'lsa yoki tushunmovchiliklar yuzaga kelsa, quyidagi tartibda harakat qiling biri. Pensiya jamg'armasining tuman, shahar bo'limiga murojaat qiling. Ulardan yozma tushuntirish talab qiling. 2. Agar pensiya jamg'armasidan qoniqarli javob olmasangiz, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasining markaziy apparatiga murojaat qiling. Ularning ishonch telefoni yoki rasmiy veb-sayti orqali murojaat qoldirishingiz mumkin. 3. Bank bilan bog'liq muammolar yuzaga kelsa, xizmat ko'rsatuvchi bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qiling. 4. Agar yuqoridagi choralar natija bermasa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xalq qabulxonasiga murojaat qilish huquqiga egasiz. Qo'shimcha tavsiyalar: raqamli savodxonligingizni oshiring. Agar siz mobil banking ilovalaridan yoki bankomatlardan foydalanishni bilmasangiz, farzandlaringiz, nabiralaringiz yoki bank xodimlaridan o'rgatishni so'rang. Bu sizga ko'p vaqt va asabingizni tejaydi. Har doim rasmiy ma'lumotlarga ishoning. Noma'lum manbalardan kelgan mish-mishlarga emas, balki pensiya jamg'armasining rasmiy sayti, banklarning rasmiy e'lonlari yoki OAVda e'lon qilingan rasmiy xabarlarga asoslaning. Muhim hujjatlaringizni pasport, pensiya guvohnomasi, bank karta rekvizitlari ehtiyot qiling. Ularning nusxalarini saqlab qo'ying. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, bugungi videomizda pensiya to'lovlari tartibidagi muhim o'zgarishlar haqida batafsil gaplashdik. Tushundingizki, bu ma'lumot har bir nafaqaxo'r uchun juda muhim va dolzarbdir. Yangi tizimga tezroq moslashish va hech qanday muammolarga duch kelmaslik uchun barcha tavsiyalarga amal qilishingizni so'rayman. O'z vaqtida bank kartasini rasmiylashtirish, pensiya jamg'armasiga murojaat qilish va to'lovlarni kuzatib borish sizning manfaatdorligingizdir. Bu o'zgarishlar oxir-oqibat pensiya ta'minotini yanada shaffof va qulay qilishga xizmat qiladi. Umid qilamanki, ushbu video siz uchun foydali bo'ldi va ko'plab savollaringizga javob topdingiz. Agar bu borada sizda savollar, takliflar yoki shaxsiy tajribangiz bo'lsa, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu boshqa tomoshabinlar uchun ham foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Bu bizga yangi va muhim ma'lumotlarni sizga yetkazishda katta yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.
Keyingi videolarda ko'rishguncha.